Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchi do'stlar. Hozir danli moment 13-14 gradus o'lkamizda issiq. Bugun havo yaxshi. Yani shu inditkalarni chiqardim. Atiza chiqarib yuvintirdim, suv qo'yib eni. 12si bor. Endi o'sishini ko'ramiz, har doim ko'rsatib boraman video tartib. Hozir yuvindilar bular. Atizda kattalaganda yuvintirdim. Yine inditkalar. Ya şu mekanı bolsa gerek bu tovuğu. Bular xo'roz. Dekabrning 5'inde aldım. Endi bilib bilmay aldım. Qanaqasi qanday o'sadi, keyin videoda asta-sekin ko'rsatib boraman. Yani şu oq, yani şu mekanı bolsa gerek tovuğu. Bular xo'roz. Onda qora boshli son bor, bittasi. 4 ta xo'rozi bor kattasidan. 2,5 kilo chiqib boradi. Dekabrning 5'ida aldım. 3 ay oldu da ayağımga. Shuning uchun ozgina video tushirmaka qaror qildim. Ya shunaqa 12 sonisi bor, 12 tane.